Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Maqsad aka. Bugungi video dasturlarimizda ChatGPT Go tarifini 1 yilga tekinga olamiz. Bu 1 oyligi $5, 1 yilligi $39 bo'ladi. O'zi biza Hindiston uchun chiqqan o'zi bu bonus. Biza global uchun umuman yo'q bu. Biza Hindiston kartalarini kirgizib, nima qilib bitta yo'llarni topib olamiz xolos. ChatGPTga kirib olamiz, mana veb-saytiga white'ni bosib akkauntimizga kirib olamiz. Akkauntimizga kirib olganimizdan keyin hozir загрузка bo'lib qoldi. Mana akkauntimizga kirib oldik. Mana chiqyapti hozir. VPN yoqib olish kerak birinchi. Hindiston VPN hozir bizda VPN yo'q bo'lgani uchun mana sotib ol deyapti. $5 mana Go tarifi. Bizga 1 yilga teginga olamiz. Shu 1 oylik $5. Tak mana bitta VPN yoqib oldik mana. Hindiston serverini qo'yamiz. Bitta загрузка berib yuboramiz. Загрузка berganimizdan keyin tepada chiqadi mana. Бесплатное предложение deb. U degani tekinga olishda бесплатное mana Go tarifi 12 месяцga 0 rupiy. Ya'ni bizdan bu $0, ya'ni 0 so'm bo'ladi. Mana bitta ustiga bosamiz aktivatsiya. Davay. Aktivatsiyani bosganimizdan keyin mana bosib oldik. Endi bizdan pay ChatGPTga o'tib ketadi, ya'ni to'lov tizimiga o'tib ketadi. Opinay mana. Kirgandan keyin karta deganni bosamiz. Tak mana bizga endi Hindiston kartasi kerak bo'ladi. Hindiston nimasi kerak bo'ladi? Ya'ni ism, familiya, keyin adres, mana veb-saytlari. Men zametga yozib qo'yganman. Mana shunaqa narsani kirgizishinglar kerak bo'ladi. Saytga kirib, advensiga o'tkazib, mana Namsogen degan karta topadigan advensiga o'tkazamiz. Men buni birinchisini basic advensiga o'tkazganimizdan keyin bin degan joyga mana shuni kirgizamiz men ham. Men Telegram kanaliga tashlab qo'ygan bo'laman shularni. Keyin advensiga o'tgan mana basicdan keyin pastga o'tib mana 29-yil deb qo'yamiz. 29 deb. Keyin generatsiyani ustiga bir marta ezamiz. Mana ezganimizdan keyin kartalarni chiqarib berdi. Yili va xullas shunaqa narsalarni. Keyin bizga adres kerak bo'ladi. Adres sayti ham mana shu bestrandoms.com. Sizlarga o'zingiz adres o'zim kirgizaman desalar, lekin men adresni mana zametkamda adresni ko'rib tursizlar. Men shu Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Bu adresni ism familiyani kirgizaveringlar bemalol, ishlaydi sizlarda ham. Mana menikidek kirgizinglar mana. Ism familiyaga to'g'ri tashlaysizlar. Tashlaganlaringizdan keyin mana bu adres degan joyga mana shu birinchisini yozasizlar. Kabrat Telegramga tashlab qo'yaman men. Kabratni bosasizlar, bosamiz mana shuni yozib olamiz. Buning ustiga tashlaymiz bitta. Mana ikkinchi adresimizdan chiqib keladi. Keyin Braverton degandan qabrat qilib uni ham tashlaymiz. Mana поставить qilib tashladik. Ikkinchisi город bosganimizdan keyin mana o'zi avtomatik to'ldirib qo'ydi. Ko'rdinglarmi? Keyin bizga kartani kirgizishimiz kerak. Men kartani mana bu saytdan olib o'tirmayman, chunki saytdan olib qo'ygan kartalarim bor. Bu kredit karta bo'ladi bu, Hindistonniki. Mana olib qo'ygan kartam bor, ustiga bos kabrat qilib saytga kirgizib olaman mana. Tepaga chiqamiz, mana karta. Ustiga qilib tashlayman. Tashlaganimdan keyin amal qilish muddati 12-29 deb yozib olamiz. Keyin 016 sver kodi 016 davay готово bosamiz va galochkani bosib, keyin подключение bosamiz bitta va bizani o'tkazib yuborish kerak. Ko'pchilikda o'tmayapti, 10-15-urinishda o'tyapti. Agar o'tmasak, bergan kartalarni qaytadan boshqa yangi kartalarni kirgizib nima qilaverasizlar. Bizda mana birinchisida o'tib ketdi menimcha. Kutamiz. O'tdimi?
Davay. Mana o'tib ketdi do'stlar, mana. Загрузка bo'lyapti. Bu degani o'tdi degani. Tepada qizil bo'lib ошибка chiqarsa, boshqatdan tashlab qo'ygan kartalarni kirgizib nima qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, harakat qilsanglar o'tadi. Davay. Mana galochka chiqdi. Biz уже bizda tarif ulandi. Tariflagandan keyin biroz kutamiz. Nimasiga kirib ketish kerak ChatGPT o'ziga. Keyin boshqatdan ChatGPT deb yozib yuboramiz. Mana. Bitta yozamiz. Kirib ketdi. VPN уже вообще kerak emas endi bizga. Chunki biz ulandik уже VPN kerak emas. Mana. Pro 2 nimasiga o'tdi go mana. Maqsad maqsudov go deb yozib qo'ydi. Pastda chap tomondan pastda bizga ulandi ChatGPT do'stlar. Mana dushi. Keyin bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegramga yozib olasiz. Maqsad AI deb yozasiz. Maqsad AI. AI. Yozganingizdan kanal kelib chiqadi mana. Mana shu kanalga qo'shilib qo'yiladi do'stlar, обязательно. Chunki men shunga tashlab qo'yaman barcha yangiliklarni shu kanalda nima qilaman-da, tekin, sun'iy intellektda sizlarga bo'ladigan foydali narsalarni hammasi shu yerda bo'ladi. Davay, menga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.